Shukr, rahmat. Ani qanday bu? Ati qanday bu qisi? Sizning negizgi ati qanday? Tak, 12 san. Qanday ati qanday 12 san? 47-38 47 38 72-00 72 00 72-00 Tak, mana 53-64 53 64 76-44 76 40 44 44. Mana, qara. 47 Olayda, Sulton og'am, David akam, Volk akam, Shahboz akam, Surxondaryo tog'am. Mana bizni. Pardon, samo qisib aka. Bo'ldi. Qadr, mana. 47 38 47 38 Allah razı olsun. 72-00 Mana 47 38 72 00 23 64 76 44. Hikmat va Mahsuma. Voy ba, siz atingiz qiyinmi sizning? Aytvoring. Hikmatova Mahsuma. Foyda bo'lmaydi. Qaysi bank opa, qaysi bank? Hikmat. Bank rahmat. Infin bank. Ro'za Ramazonda qilgan ihson zakotlaringizdan qisdan Allohim. Amin ajmain. Hech bir insonni farzandi kasal bo'lmasin. Alloh rozi bo'lsin. Sardor menga ana atmaydi menga men tushunmayapman men. Hikmatova Mahsuma. Mahsuma. Aha, Hikmatova. Qanaqa x opa, qattiqmi kichkina mana yumshoq. Hikmat. Shunaqa. Hikmatova. Hikmatova, to'g'ri? Aha, prevel tayyor o'rtada. Mahsuma. Mahsuma. Akalar Alloh rozi bo'lsin, meni mehribonlarim. Men ekranda yig'ib ekranda qo'sh. Ekranda men yig'ib. Katta qilmaysan. Opajon. Qara. Bundan keyin tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz mana tug'ilgan kuniga os tabriklaymiz. Hikmatova Mahsuma. Ha, mana shunday. Shunday opa. Mahsuma qo'ying, Mahsuma. Mah. Ha, mah. Mana qima? Ha, mah, ma. Hop. Qara. Qaradim, ha. Mana shunday opa. Ma savdo ko'rinmayapti deymanga. Qarang. Ana, qarang. Hikmatova Mahsuma. Ha, shundaymi? Shunday. Ha. Bos. Dollarni kursida tasha iflos. So'kmayapman. So'kma, jim bo'l. So'kmayapman. Topganinglarga Alloh baraka bersin. Rahmat, sababchi bo'lgan inson Allohlar. Nima o'ylagan niyati bo'lsa Alloh ijobat. Alini jiyanimizni tug'ilgan kuni ekan, tog'alari. Rahmat. Bitta xursand qilsanglar bo'ladi. Rahmat. Alloh mana ro'za kunida jonlaring sog' bo'lsin. Alini tug'ilgan kuni ekan jiyanimizni. Qo'ldan kelgan chakalar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, baraka topinglar. Joningiz omon bo'lsin. Ihson zakotlaringni Alloh dargohida qabul qilsin. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Qampa sen $300 tashaguncha akalar $600 tashavordi, plus qachon? David og'am. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat. Ro'za Ramazonda qilgan zakotlaringni dargohida qabul bo'lsin.
xonadoninglardan fayz baraka arimasin. Farzandlaringlar rohatini ko'ringlar ilohim. Mani bolalarimga birini berdinglar, Allohdan ming baravar qaytsin. Hech qachon g'am ko'rmanglar. Alades akalar, joninglar sog' bo'lsin. Farzandli bo'lsin. Opa, bu ehson emas, qarang. Ehson boshqacha bo'ladi. Ehson emas, bu sovg'a tug'ilgan kuniga. Jiyanchamizni sovg'asi. Yig'lamang. Jiyanimizni sovg'asi mana akalari tabriklayapti. Musofirda yurgan akalarimiz hammasini duo qilib qo'ying. Mana akalarimiz tabriklayapti jiyanimizni. Hozir kartezga ham tushadi hozir. Joni sog' bo'lsin. Hoppa! Alikiz! Voy. Ey! Joninglar sog' bo'lsin. David aka, Surxondaryo tog'a. Sardor, men ekranimni yo'q. Men ekranimni yo'q. Aha. Tushdimi? Qarash. Aha. Opa tushdimi? Qarangchi. Tushdi, rahmat. Munosabatdan? Ha, Tushdi. $300 Dollarda tushirdimi ishqilib? 200 tushsada. Shurosmi? Bu tak. Mana shuni ham duo qilib qo'ying. Buni ham Qozog'istonning oldi yigiti, Qozog'istonda eng ishongan streamer mana shu bo'ladi. Duo qilib qo'ying. Yaratgan ekan. Allohim yaratgan Allohim. Bilmay qilgan gunoh xatolarimiz bo'lsa Allohim o'zi afv etgin. Kunlarimiz ishini rivojini bergin. Musofirda yetganlarni ham Allohim to'xtatgan puliga baraka bergin. Xonadonga farzandlarga tutgan ro'zalarni dargohingda qabul qilgin. Nimaga ularga yaxshi niyat bo'lsa Alloh ijobat qilgan. Rabbina atina fid-dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan. Allohu akbar. Sardor, to'g'ri. Shirinlar shakar. O'yin chiroyli bo'ldi. Rahmat aka. Ikki tomonda ham. Xafagarchilik yo'qmi san? Yo'q. Davay, o'zingni ehtiyot qil. Assalomu alaykum. Davay, salomat. Opa, nima gaplar? Qiynalmayapsizmi? O'tiribmiz. Halin doktorga olib boryapman. Har kuni boshidan mana bunaqa suv olaman. Apparat quydirganman. Yana $7000 ga ikkita. Boshiga nina. Har kuni 2 mahal, 3 mahal suv olaman Sardor. Kvartiramiz. Meni mana shu Meni mana shu akalarimda musofirda yurgan opalarimni hammasini chiroyli duo qilursiz, Xudo xolisa, nasib bo'lsa jiyanimdan yaxshi bo'lib ketadi. Duo qilsin. Inshaalloh. Akalar, opalar, mana shu batirlarimizga quvlagan insonlar, sizlarga men kattakon minnatdor aytmoqchiman. Sababi opa meni yangi akkauntim bu. Bu meni yangi akkauntim. Kecha ochdim. Bugun kirdim. Bugun kirdim. 2 kun kirdim. Ha, 2 kun kirdim. 2 kun kirdim. Mana Xudo xolasa, mana shuncha akalarim qo'llashyapti. Bularni Alloh qo'llasin. Akalar, Alloh rizqingizni. mana shu ortda turgan Shahboz akam, Sulton akam, aka Qodir, Volk brat, Surxondaryo, David, Alex tog'am, Ruslan aka, Muhammad Ali aka, Dos, Mashrabjon akam, BMW X3, Dilijon opam, Shahmot, Zuliya, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Men jiyanimizni kim tabriklamoqchi bo'lsa, tug'ilgan kunilar, bitta bosinglar, yuraydan bitta chiroyli tabriklab qo'yinglar akalar. Oz-ozdan bo'lsa ham shu har nima mana shu dori darmoniga yordam bo'ladi. Ko'rasizlar, mana qiynalib, opamda ham yana ikkita bundan tashqari ham farzandlari bor. Xudo mana to'g'irlab qo'ygan ekan, mana ro'za kunida sizlar mana bosh qoshchiliklaringda mana shu opamizga mana atalgan ekan. Kam kuchingizga ishlating opa. Joningiz sog' bo'lsin. Bundan keyin ham yordam beramiz. Bizlar birovga bunday yomonlik qilayotgan odam emas opa.